Assalomu alaykum. Hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari, hurmatli aziz obunachilarimiz. Bugun 2026-yilning 29-iyul sanasida biz yana o'sha mo'jazgina bog'imizda boshlagan ana shu yangi parranda biznesimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Bugun sizlarni tanishtirmoqchi bo'lgan xo'sh, navbatdagi parranda bizneslarimizdan o'rdak. O'rdak hamma joyda o'rdak deyiladi, qayerdadir indutka deyiladi, nima deyiladi? Go'shtli yo'nalishdagisi indutka. Buni bizga demak tuxum yo'nalishdagi deb berdi. Tuxum yo'nalishda demak o'rdakchilik biznesini tashkillashtirdik. Ana shu bog'imizda chiroyligina eksotiklik baliq hovuzimiz bor. Bu baliq hovuzimizni demak baliqlari pastda, o'zi juda ham chuqur. Shu uchun bemalol bu o'rdakchalarimizni baliqlarga hech bir zarari yetmasa kerak degan ma'noda ko'ngilni to'q qilib ana shu o'rdakchalarimizni keltirib baliq hovuzimizga tashladik. Menga yaxshi tarafi, menga yoqqan tarafi, xo'p, beradigan mahsulotlarimiz o'sha baliqlarga nima bersak, bularga ham xuddi shuni berar ekanmiz. Ya'ni mana bu ko'rib turganimiz bug'doy yorma. Bug'doy yormani ana shu demak o'rdakchalarimizni bog'imizga tashlaganimiz, aytaylik hovuzimizga tashlaganimizdan keyin bularga shu bug'doy yormani, chiroyligini qarang. Bug'doy yormani sochib yuboramiz. Ana yeganicha o'rdaklarimiz yeydi. Agar og'irlik qilib pastga cho'kadigan donlar bo'ladigan bo'lsa, uni pastidagiladi. Uni pastdagi cho'kkan donlarni demak baliqlarimiz yeydi. Ana shu ko'rib turganingiz. Ana shuni sochib yuboramiz. Ana ketdi. Ana ketdi. Xo'p, undan tashqari o'rdaklar haqida umumiy ma'lumot beradigan bo'lsak, o'rdakchalarimizni yosh oyligi 1,5 oydan oshgan, 2 oylik bo'lib qolgan deb berdi. Biz buni to'g'risi umuman narxiga qiziqmay qo'ygandim yaqin orada. Buni biz 30 ming so'mdan oldik donasini. 30 ming so'mdan oldik. Bularning chiroyligini qarang. Xo'sh. Ana. Mo'y buni go'zal manzaraligini qarang. Xo'p, yemdan boshqa yana nima yeydi deydigan bo'lsak, mana ko'rib turganimiz mana bu beda. Bedani, chopqidan maydalangani. Bu ham xuddi shunday baliqlarimizga ham tashlaymiz. O'rdakchalarimizga ham tashlaymiz. Mazza qilib hammasi birgalikda yeydi. Xo'sh. Ana. Mana bularning ishini qarang. Ya mashalloh. Ana shunday qilib yemdan boshqa deyarli hamma narsa bepul mahsulotlar bilan boqsa bo'lar ekan. Mana o'tlarning ishini qarang. O'sha aytaylik oshxona chiqindilari, sabzavot, mevalardan chiqqan chiqindilarni ham yoki maydalarini chopperdan o'tkazib, mana bunday holatga olib kelyapmiz. Mana keyinga beradigan ovqatimiz mana. Buni ichida mayda kartoshkalar bor va hamda shu bilan birgalikda chesnoklar bor. Ana shu chesnoklarni maydalarini ham mana chopperdan chiqarib, uni mayinligini qarang. Uni mazza qilib yeyapti. Ya mashalloh. Ularning kelishini qarang mana. Kelinglar, mazza qilib ovqatlaninglar. Zavtrak qilyapti bular. Ertalabki soat 5. Ana. Olinglar marhamat.
Ana. Qishloq sharoitida bepul o'z-o'zidan bo'ladigan biznes. Xohlasangiz ana o'tlarni maydalab berasiz, xohlasangiz o'sha yuqorida aytib o'tganimdek oshxonadan chiqqan chiqindilarni mayda qilib to'g'rab berasiz. Ana shularni mana yeganicha o'rdakchalarimiz yeydi. Og'irlik qilib, yuqorida aytganimdek og'irlik qilib, agar suvni ostiga cho'kadigan bo'lsa, suvni ostida baliqlarimiz bor. Mayda baliqlarni ham terib yeydi bular. Mayda baliqchalarni ham. Ana. Oy, mashalloh. Ana. Farzandlarimga bularni olib kelib berganimdan beri ular juda ham xursand. Mana, mashalloh. Olinglar. Voy, ana. 4 ta kattasi ham bor. 4 ta mana bunaqa kattasi ham bor. Qolganlari 50 tamikan, 50 bitta kam 50 tamikan, qolgan hammasi o'sha sredniy o'rtacha o'rdakchalarimizdan. Mana. Bular chiqishga harakat qilyapti. Bilasizmi, bu biznes nima uchun kerak? Aynan sotish yoki daromad qilish shart emas bu biznesda. Aynan oilangiz uchun, shu baliqni ham xuddi shunday. Oilamiz uchun qilib qo'yganmiz. Farzandlarim qachon vaqti bo'lsa, qarmoqchalari bilan ushlab xohlagancha baliq tutib yeveradi. O'rdaklar ham xuddi shunday. Voy, mashalloh, chiroyligini qarang, ana. Bular ham xuddi shunday. Tuxumga kirsa, nasib bo'lsa, ana tuxum uyingizdagi tuxumga sarflayotgan pulingiz tejaladi. Go'sht yo'nalishida chiqadigan bo'lsa, go'shtga sarflayotgan pulingiz iqtisod bo'ladi. Xullas nima bo'lgan taqdirda ham agar ana shunaqangi kichkinagina hovlida havuzcha qurish sharoiti bor insonlarga tavsiya qilamiz. Mashalloh, ana 50 olmishda o'rdakchalarimiz mana ertalabdan o'ynab, urush janjal qilib, mazza qilib ovqatlanib, mana bunisini qarang. Buni yonida olma bor. Yani shu hovuzimizga to'g'ridan-to'g'ri mana bu yuqoridagi olma daraxtimizdan olmalar tushadi. Mana bu esa olmalar 2-3 kun suvda turgandan keyin yumshab, chirish holatiga keladi. O'sha chirigan yoki aytaylik yumshagan olmani baliqlarimiz ham yerkan. Xuddi shunday o'rdaklar ham yerkan. Ya qoyil. Ana. Oziqasi bilan tanishtirib o'tdim. Bersangiz yem ham beraverasiz, imkoniyat bo'lsa. Bo'lmasa, oddiy daladagi o'tlarni chopib bersa ham bo'lar ekan maydalab. Yoki oshxona chiqindilarini bersa ham bo'lar ekan maydalab, hamma narsani yevarar ekan. Ozgina suv bo'lsa bo'ldi ekan, yarim soat, 1 soat ertalab kechqurunga bir suvga tashlab olsangiz, qolganini yopiq joylarda, ya'ni kataklarda, tovuqxonalarda bemalol kun bo'yi demak damini olib yotaverar ekan bular. Mana chiqishni boshladi bular, qarang. Ya mashalloh. Ana. Bormi parranda biznesiga, aynan o'rdakchilikka qiziqadiganlar bormi? Mana. Voy, bular. Bular adashmasam svidaniya qilishni boshlashyapti. Roziligini so'rayapti. Voy, qayerga ketyapsizlar? Kiringlar qani yerda ichiga. Kiringlar, o't yeylar, kiringlar. Musichadan ancha kattaroq, kattaligi. 30 ming so'mga arziydi, ha? Qarang. Ya Alloh.
Maşallah. Yetkazgan ne'matlaringga behisob shukr. Ana. Chiroyli o'rdakchalarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani kasb kamolotiga Alloh barakasini bersin. Ishlarimizni, kasb kamolotimizni rivojini bersin. Hammaga rahmat.